Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana yangi obyektimizga kechqurun bo'lyapti. Soat 11:30 bo'lib qoldi. O'zi stollarimiz tugatgandan birdan boshqa obyektimizga tushiryapmiz tunikalarni. Tugagandan keyin fasonlarni ko'rasiz. Bu yerda fasoni juda bir antiqa, juda bir ajoyib fasonda chiqadi. Ko'rasizlar nasib inshaalloh. Videolarni qo'yib boramiz. Hozir bu yerda darvozaxonasi, keyin bu tomoni hayvonlari. Bu yerda ko'rchasi bor. Gazirakchalari bilan